Men Minecraft'da o'zidan sizga yaratishda men o'zim o'rgataman. Bu o'zim uchun emas, sizlar uchun. Men obunalarimni qaytarib olgan bitta kut obunachini o'zim asar bilan o'ldiraman. Ya'ni men Minecraft'da hech qanday ilovasiz skin qo'ydira olaman. Buni hamma biladi. Uning uchun sizga internet kerak bo'ladi. Internet o'rtacha normal yuqoriga ham ishlayveradi. Yuqoriga ham ishlaydi. Buni menimcha hamma biladi. Sizlar bilmaydi. Bizga kerak. Ya. Uzr. La'nati chiq. Ishdan chiqib qopti ancha. Xo'sh, men aytganimdan bosasiz. Ya'ni o'tkazilganimcha yaxshi narman qilsa kerak. Bosasiz malada seni internet bo'lish kerak. Internet 100% ishlayapti meniki. Qani chiqadi do'stlar, kutishingiz kerak. Meniki o'rtacha normal holatda. Mening chiqishi sal qiyinroq bo'ladi. Siz Wi-Fi kuchliroq Wi-Fi bo'lsa normal chiqishi mumkin. Meniki sal xanavda do'stlar. Do'stlar, menga internetimda bo'lmayaptimi deymanda. O men chiqdi. Arang chiqdi. Sen tanlaysiz. Yo. Ben kirdi va bu yerdan sizda mana ikkita qutb bo'ladi. Soch, yuz, qiyofa degan narsalar chiqadi. Bu yerda o'zingiz xohlagan milklarni qo'yasiz. Mana ular puli bo'ladi. Puli bo'lgani uchun siz pul olmaysiz. Faqat buyurgan bor. Bu yerda pullari bor, qimmat. Ba'zilari ochilmagan bo'ladi. O'zingiz kuchli internetingiz bilan ocha olasiz. Men internetim o'ta kuchli bo'lyapti. Shuning uchun shunday bo'ladi. Kecha men sizga zo'r bir narsa ko'rsataman. Men bu skinni hozir uncha yashash uchun ko'p vaqtim ketadi. Ishonmasangiz o'zingiz qilib ko'rsangiz ham bo'ladi. Masalan, hozir menga umuman suzishyapti. Yana nima nasib bo'lsa to'liq video olaman. Ham do'stlar skin qo'yasiz. Ammo skin ko'rinmaydi judayam. Men uni nastroykadan to'g'rilasa bo'lar ekan. Men uni hozirgina bilib oldim. 90% gacha bilib oldim. Ha, ishlamayapti. Endi ishladi. Tushimizga kerak. Bu mojanga qo'yiladigan, Javada qo'yiladigan, janob kerak. Mojanga Java emas, shunday. Hilpiragich. Do'stlar, men ishlamayapti. Normal holatda. Buni qo'yishni unutmang. Men unutdim skinni vos kechmayman. Men skinimni hamma bilsa kerak. Shunday. Men skinni yani skin o'zim qo'yguncha, skinni qo'yib men sizga bu yerda ko'rsataman. Aldagan kut bo'lsin. Kut bo'lsin. Agar aldasam, kamtar shuncha kut deb yozib ketadi. Men aldamayman. Men va'dam turaman. Do'stlar, menga senatishni ko'rsatdim. Faqat kuchli internet. Faqat sizga kirmay qolsa, yangilanish kerak. Faqat sizga o'chirib yoqish kerak bo'ladi. Men hozir o'shiga yangi yoqqanman. Shuning uchun yangiga turibdi. Video normal holatda deb umiddaman. Albatta men qaror oldi. Like va obuna bo'lishni unutmang. Xayr.